metro yaqinidan bir xona Euro remontga yosh oilalarni izlab yurgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 17-kvartalda joylashgan bir xona, ikki xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz uyimiz zal qismi, asosiy xonamiz hisoblanadi. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda esa oshxonamiz o'rnini yotoqxona sifatida o'zgartirishgan uy egalari. Joydan har bir metrdan unumli foydalangan holda o'zini stroyni shkaflari bilan birgalikda. Bu yerda esa balkon qismimizni oshxonaga o'zgartirgan. Balkonimizning umumiy maydoni 1,5 ga 3 balkon. Ko'rib turganlaringdek, barcha kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan ushbu uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Umumiy maydoni 33 kvadratdan iborat. Bu yerda glavniy eshikdan kirib kelish, o'zini stroyni shkaflari bilan va albatta razdельный sanuzel. Bu yerda vannamiz. Va albatta hojatxonamiz bilan birgalikda. Uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 17-kvartal, Singapurskiy universitet ro'parasida metrogacha 5 minutlik yo'l. Ushbu yangi remontdan chiqqan uyimizni ko'rib turgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalar tomonidan 55 ming AQSh dollar baholanmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, ulgurib qolishingizni tavsiya qilamiz.